Sağdaş, endi S harfi bilan tanışıp beqing. Baş S. O'tira S. O'g'lanmi S. Yalg'iz S. Sadir polvon samsiyab uydan chiqib ketdi. Bilamsizlar nima deb yomulni teshib chiqdi. Tarxundan keltirilgan is quyoshni tisib oldi. Quyosh hechnimani ko'ramligashga taqqa isib oldi. Tulki boyvachcha galostuk osdi. Timsoh apandi qo'zini ko'rib, hoppuda qilib daryoga bosdi. Qo'limdagi dastdagi gilos, dedim o'zimga, asta qadam bas, taqda bar yo'lbas. S'ga a'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S'ga sa. S'ga a'ni qo'shsak, sa bo'ladi. S'ga sa. S'ga o'ni qo'shsak, so bo'ladi. Se-o so. Se-a-sa-ni san. Se-a-sa-ni san. Se-o-so-te sot. A'ga sanni qo'shsak, asan bo'ladi. A Se-a-sa-ni san. Asan. Kaç kolla. Ay, o'rningdan tura Samsoqjon, o'rningdan tura, tez bo'la. Nima? İneklerin qizirib, qash ko'zlaring qapqara bo'lib ketibdi-ku. Nim bo'ldim Samsoq aka? Nimisini deysan Samsoqjon? Odamlar meni tunurg'a solib pishirib, ichimni qaynatib, yuzlarim kuyib ketgan tasliq qoldi. Ular tehi uningdan qanoatlanmay, birimizning ustiga birimizni tizib, atayyanlik nashti uchun tayyorlab qo'ydi. Yana bu yerda sukut qilib o'tiradigan bo'lsak, ular meni yavitdi. Shundaqmi Samsoq aka? Undaqda qanday qilamiz? Qanday qiladi? Senmi qarab turadigan bo'lsang, ular qiymikash bilan chanab, menani qitig'ini chiqarib o'tadi. Andin qizilmush bilan aralashtirib, qizilga mayga tashlaydi. Oqibatdan qanday bo'ldiganligini endi bilib yetgansan? Yo'q. Men qo'rqib ketdim. Tezroq bir amal topsam-chi Samsoq aka? Amal demsa, faqat bir amal bor. Qanday amal? Bu yerda darhol qochib ketish. Qanday qochimiz? Avval asta hoyliga chiqib qarab boqaylik. Egimiz ishlayotgan fursatdan foydalanib, shartli qochib ketamiz. Chaqaroq bu, hali ulgurmay qolamiz bo'lmasa. Tez bo'l. Astroq. U hozir nima ish qilyapti? U hozir sandiq yasayapti. Biz avval sandiq ustiga chiqib sinab boqaylik. Bizga diqqat qilamdi yo'q. Hay, Samsoqjon, sen kichikam chaqqan bo'lgan ekan, avval sinab boq. Ma'qul. Mayli, u bizga diqqat qilmadi. Chaqqan qichib ketaylik. Oy! Azadlık'a eriştik. Biz erkinlikka chiqdik. Ey, Samsoqjon, ehtiyot qil, orqaga yon, poyezd keldi. Voy xudoyim. Aldirab qo'shal bo'lmasliging kerak edi, Samsoqjon. Hey, ko'ngli ayrilganni eyiqya, bo'lganni bo'ra deb to'g'ri aytibdi ekan. Rasululloh shundoq bo'ldi mana. Endi men yolg'iz nagimi borana? Hey.